ulug' Qurbon hayit arafasi kunlarida 55 yoshga kirdim. Aynan shu kunlarda o'zimni hayotimni, o'zimni kimligimni, o'zimni jamoaga qanaqa hissa qo'shganlarimni hammasini natijalarini, yakunlarini xullas o'ylab o'tirdim. Aynan o'ylab, yozib, tan olishga qaror qildim. Dadamlar, ayamlar, bobomlarimni hammasini tahlil qilib chiqdim. Shunaqangi faxrlandim. Qonimda shunchalik saxiy, yaxshi, vatanparvar, bizaga shunaqa chiroyli tarbiya berganlaridan shunaqa rozi bo'ldim, shunaqa xursand bo'ldim. Keyin lentada Bahauddin Naqshbandiyni tarixi chiqdi. Uni ko'rdim. Keyin o'zim Imom al-Moturidiyni tarixini, ularni butun islom dunyosiga qo'shgan hissasi, ta'siri shunchalik buyukki, Amir Temur, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Al-Xorazmiy, Ulug'bek, Observatoriya, Registon, Buyuk Ipak yo'li, Al-Buxoriy. Badan titrab ketadi. Nahotki o'sha yerda yashayotganimda, o'sha energetika bizagacha yetib kelgan qanday bo'lmasin. O'zimda bankda ishlagan tajribam, mana shu salomatlik sohasida faoliyat ko'rsatayotgan natijalar, bilimlar, odamlarga ulashayotgan narsalarim, o'zimda tabiatim, o'zimda qalbim, ongim, miyam hammasidan shunaqangi ko'nikdimki, shunaqangi xursand bo'ldim, shunaqangi g'ururlandim va sizlarga ham ulashmoqchi bo'ldim, chunki hammamiz o'sha narsani his qilishimiz kerak. Kimdi avlodlarimiz, bizani ajdodlarimiz kim, naqadar buyuk Ipak yo'lida qancha sivilizatsiya rivojlangan. Sivilizatsiya aslida mana shu yerlarda boshlangan. Buxoro 3000 yil, Samarqand 2500 yil, Toshkent 200 yil. Bu katta bizaga potensial beryapti. Biza shuncha yillar mobaynida avloddan avlod charxlanib, xuddi brilliantga o'xshab, olmozni charxlasa brilliant bo'ladi. Naqadar biza qirralarimiz cheksiz. G'ururim to'ldi. Shunaqa qalbim mazza qildiki, ongimni gapirmasa ham bo'ladi. Shu fikrni hammaga yetkazgim keldi-da, chunki hammamiz shu yerda yashaymiz. Mana shu yerda kindik qonimiz to'kilgan, mana shu yerda ota-onamiz tug'ilgan, yashagan, ular ham o'ziga yarasha hissa qo'shgan rivojlanishimizga, shakllanishimizga. Bizani potensialimiz cheksiz. Ana shu potensialni to'laqonli ro'yobga chiqarish kerak deb zimmamga olganman allaqachon. Prosta buyukligini, potensialim buyukligini ayni 24-27 may kunlarida bir-biriga qo'shdim. Tasavvur qilib bo'lmaydi qanchalik baxtli insonligimni o'sha kunlarida angladim. Bizani aqlimiz, bizani qalbimiz shunchalik buyuk, bu bilan faxrlanamiz albatta. Lekin buni hozirgi foydamizga aylantirsak nima deysizlar? Foydamizga aylantirsak deganim, ana shu bilimlarni, ana shu qadimgi odatlarni qayta ko'rib chiqib,
bugungi hayotimizga kiritsakchi